Assalomu alaykum. Demet tizimining hurmatli foydalanuvchilari. Ushbu darsda biz hujjatni bemor profiliga qanday biriktirish kerakligi bilan tanishamiz. Masalan, agar bemorning tibbiy kartasi shaxsni tasdiqlovchi hujjatsiz yaratilgan bo'lsa, bemor profiliga o'tish uchun quyidagi qadamlardan birini bajaring. Bemorning tibbiy kartasini oching. Yuqori o'ng burchakdagi 3 ta nuqtani bosing va bemorning profili bandini tanlang. Yoki mening bemorlarim kichik bo'limiga o'ting. Kerakli bemorni toping va profilga o'tish tugmasini bosing. Bemor profilida hujjatni biriktirish tugmasini bosing. Yuqori o'ng burchakda. Hujjat turini tanlang. JSHIR, O'zbekiston Respublikasi pasporti yoki ID karta. Barcha kerakli maydonlarni to'ldiring va bemor ma'lumotlarini tekshirish tugmasini bosing. Agar hujjat oldin boshqa tibbiy kartaga biriktirilgan bo'lsa, quyidagi ma'lumotnoma paydo bo'ladi. Bu hujjat boshqa tibbiy kartaga biriktirilgan va bemorga biriktirish tugmasi faol bo'lmaydi. Agar hujjat boshqa tibbiy kartaga biriktirilmagan bo'lsa, bemorga biriktirish tugmasi faol bo'ladi va bosganingizdan so'ng hujjat profilga muvaffaqiyatli biriktiriladi. Tabriklaymiz! Siz Demet tizimida shaxsni tasdiqlovchi hujjatni bemor profiliga qanday biriktirish haqida batafsil ma'lumot oldingiz. E'tiboringiz uchun rahmat!